Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida kanalimizga obuna bo'lib va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Bilasizmi, nechta ayollar yozishadi, qaynatam sevgi izhor qilyapti deb. Qaynatamni mana голосовойlarini tashlab yuboraman Otinoyi. Telegramga 45 yosh odam qaynatam. 50 yosh odam o'g'lini uylantirgan, o'zini keliniga yozgan sevgi izhorlarini menga yozishi. Mana ishonmasangiz, mana qaynatamni gaplarini qarang. Mana qaynatamni xatlarini o'qing siz Otinoyi. Buni erimga aytaymi, nima qilay, yashatmayman deyaptilar. Mani shartimga ko'nmasang, yashatmayman seni o'g'lim bilan deydilar. Oyjonimlar shunaqa yaxshilar, oyjonimlarga achinaman, oyjonimlarga ko'rsatgim keladi. Lekin qandoq ko'rsataman? Oilam buzilib ketadi. Adamlarga aytib beraytsam, adamlar ham zabtilari tez, ular ham tez meni olib ketib qoladilar. Nima qilay deb yozishadi. Shu erkaklarimizga ham hayron qolyapman de. Ota degan, qaynota degan o'sha o'zlarini obro'larida turishni. Juda ham ko'p shunaqa xatlar Otinoyi domlalar bilan agar maylislarda muloqotda bo'lsanglar, gaplashib qolsangiz, domlalar ham mundoq kelinga shunaqa narsalarni gapirmaslikni, o'zini o'g'lini xasmi haloliga shunaqa gaplarni gapirmaslikni, erkalamaslikni, shunaqa yomon ko'z bilan, shahvoniy hirs bilan qaramaslik to'g'risida domlalar ma'ruza qilsin, uyat qani deb yozishadi. Endi men u ayollarni, o'sha kelin poshshalarni ko'rmaganim uchun faqat endi voy tavba, astag'firullohdan boshqa narsani endi aytmaymiz. Kelinlarimiz qaynotani oldida yurishlarini bir nazorat qilinglar. O'sha tor tang'izlarni kiyishmasin. Endi 50 yosh qaynota bu baribir yigit, 45 yosh yigit o'g'lini uylantiryapti. Ular ham yigit, ana shu insonni oldida u xoh ro'molli kelin bo'lsin, xoh ochiq qiz bo'lsin, o'zini tutishi, o'zini kiyimi, libosi, ular yolg'iz qolishmasligi uchun harakatda bo'lib, odob hayolani ozgina o'rgataylik oyijonlar. Nima uchun har kuni shunaqa xo'jayinimlarga aytsam, "Voy nima bo'lyapti? Bunaqada qiyomat yaqin ekan" deydilar. Bu vabolar nimaga keldi? Bu vabolar nimaga yana avjiga olyapti? Nimaga bu vabo, bu o'lat nimaga kuchayyapti? Nima uchun bizni duolarimiz ijobat bo'lmayapti? Chunki biz tavba qilmayapmiz, biz baribir boshqacha yo'ldamiz. Shuning uchun oyijonlar, shuncha amri ma'ruflar, shuncha kanallarda domlalarning ma'ruzalari, shuncha Otinoylarning ma'ruzalari, ma'rifat va ma'naviyat kanallari, umr so'qmoqlari, Ziyo studiyasi, bir hayot o'gitlari televizorlarda ko'rsatilyapti, gapirilyapti, kitoblar ketma-ket chiqyapti. Baribir nima uchun tarbiyangizdan chiqyapti? Nima uchun? Biz oldin sirtdan o'qiganman, o'zim masalan kechki o'qiganman, qorong'ida kelardim. Sirtdan o'qish bor, kechki o'qish bor edi. Qizlar to'g'ri borib, to'g'ri kelgan lekin. O'sha otalar ishongan. Bizning qo'limizda telefon bo'lmagan, ketyapman, kelyapman, kutib oling degan telefonlar bo'lmagan. Ishonishgan. Men o'zim Pidimizda o'sha kechki bo'limida o'qiganman. Lekin hozir qizlarimizni maktabga hatto ishonmaysiz, keldingmi, kelyapsanmi deb 10 martalab o'qituvchisi orqali ham qizim bordimi, qizim o'tirdimi, qizim chiqib ketdimi degan ishonchsizlik borligi uchun shunaqa telefonlardan foydalanib bo'lsa ham qizlarni egib olmayapti biza. Qizlar o'rtog'inikida bo'lib turib, "Ha, maktabdaman, darsdaman" deb ota-onani bemalol aldayapti. Bular turmushga chiqqandan keyin turmush o'rtog'ini aldayapti. Nima uchun qizlarimiz xudbin, nima uchun qizlarimiz shunaqa bir beshafqat bo'lib ketyapti? 47 kunlik erini o'ldirib qo'ysa, yoki qaynanaga pichoq ursa, yoki bir o'sini bolasini hojatxonaga tashlab yuboradigan holatlarda bo'lyapti ajrimlarda. Nima uchun qizlarimiz bir yuvinmasa, o'zini qiz bolali iffati, hayot, o'zini qizlik bir chiroyli tarovati bilan bir o'ziga rom qila olmasa, shirin so'zlari bilan, mayin tabassum bilan o'ziga rom qila olmasa, bu ham qiz bolami?
Yangi mahallasining rasmiy otiniman. Ana shu ajrimda aynan shu yuvinmaslikdan ajrimda. Kuyov bola tabiatlari shunaqa toza, uylariga rayhonlar ekib shunaqa chiroyli qilib qo'yganlar. Ota-onasi yo'q bola. Lekin qizimiz yuvinmaydilar. Shunaqangi yomon hid kelyapti, oldimda o'tiribdilar. Onalariga aytaman, nimaga cho'milish yomon ko'radilar qizingiz desam, oldindan to'g'ri yomon ko'radi deydilar. 4 yildan beri men bunga yuvingin deb yalinib iltimos qilaman deydi kuyov. Qarang. Mana nikoh barbod bo'ldi. Shuning uchun biz qizlarimizga mana shu hayotga tayyorlash barobarida bu kompyuter o'rgatasizlar, parda tikish o'rgatasizlar, arab tilini o'rgatasizlar, o'rantirib qo'yasizlar, pishiriqqa berasizlar, lekin oddiy muomala madaniyati yo'q-ku. Shu assalomu alaykumni bir chiroyli aytib berish yo'q-ku. Masalan, men ham 17 yoshimda o'sha 1-kursda kechki o'qiyotganimda turmushga chiqqanman. Shu oyijonimlarga assalomu alaykum oyijon desam, "Buyaq keling bolam. Bizani uyda ko'ngil olib salom beriladi. Endi har kuni meni ko'rganingizda assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh oyijonim, yaxshi yotib turdingizmi? Bugun tushingizda Rasulullohni ko'rdingizmi? Bugun juda ham yuzingiz nurli" deb so'rashasiz dedilar. Ichingizdan qirinda o'tib ketayotgan bo'lsa ham menga tabassum bilan shuni so'rashasiz dedilar. Lekin hozir masalan men 27 yil kelin bo'ldim, 27 yil qaynonalik bo'ldim. Shu gapni, shu so'rashni biz har kuni ertalab tark etmadik. Shu yuzlarini silab, shu narsani biz so'radik. Hali o'zimiz jonimiz og'rib turibdimi, kechasi uxlamadikmi, yosh bola bilan bo'lib, biz baribir ertalab oyijonimizni ko'rganimizda assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh oyijonim deb yuzlarini silab, bugun juda yuzingiz nurliga payg'ambarimiz alayhissalom tushingizda ko'rdingizmi oyijon deb qo'yishni biz unutmasdik. Lekin hozir shu chala salom bersa ham oyijonlar xursand deb ketsa ham, voy salom berdi, voy xudoga shukr, salom berdi deb oyijonlar xursand bo'lib qo'yasizlar. Muomalalarga ahamiyat beringlar. Qizlarimiz muomalasiga qoniqmayotimiz. Otasi juda ham erkalab boryapti. Men otalarga hayron qolyapman. Bizni otamiz Alloh rahmat qilsin, bu 8 qizni uzatganlardan keyin qonimizda homila 5 oylik bo'lgandan keyin biz qizli uyimizga bormaganmiz. Onamlarga aytarkanlar, bo'ldi, qonni chiqdi, meni oldimga kelmasa uyat bo'ladi. Qonnini ko'rsatib akalarni oldida bu homiladorligini ko'rsatishlik uyat bo'ladi. Tuqqandan keyin 40 kundan keyin qo'lida bola bilan kirib kelsin qizing, bo'ldi, boshqa kelmasin dedilar. Biz 5 oylikdan keyin o'sha homila 5 oylikdan keyin uyga borishni yig'ishtirib qo'yardik 8 ta qiz. Hozir qorin katta tug'adigan oyda ham adasini bo'yniga osilib, shunaqangi bir quchoqlashib, o'pishib xayrlashishadiki, o'sha qizlar 40 yosh yigit o'sha adasi bilan voy uyalib ketasiz endi. Charilarlarda ketayotganlarida shunaqangi endi kechagina turmushga chiqqan qiz adasini bo'ynidan quchoqlab, yig'lab, yotib olib, erkaklarimiz ham, o'sha ukalarimiz ham men hayron qolyapman. Bo'ldi, qizim yig'lama deb shunday peshonalardan bitta o'pib duo qilib qo'yishsa bo'ladi-ku. Mahkam quchoqlab oladilar qizlarini. Mahkam quchoqlab kecha turmushga chiqqan, kecha erga teggan qizlarini mahkam quchoqlab 1,5 soat quchoqlardan bo'shatmaydi. Hali 40 yosh yigit 18 yosh qizi bilan xayrlashish jarayonlarini ko'rib yana uyalib ketamiz. Nima uchun shularni bujonlar, hay o'g'lim, ertaga qizingni uzatasan, ko'pchilikni oldida endi unaqa xayrlashmagan degan gaplarni nima uchun biz aytmaymiz? O'sha qiz uzatayotgan otaga nima uchun biz o'rgatmaymiz o'zini o'sha paytda qanday tutishlikni? O'sha erga teggandan keyingi o'sha otani o'zini xatti-harakati nima uchun biz erkakka o'rgatmaymiz bujonlar? Nima uchun onalar biza aytmaymiz, qizim, hammani oldida unaqa xayrlashmaga, endi bo'ldi, er ko'rding, endi adangga yopishmaga, unaqa qorning bilan ko'kragingni berib shu erkakga quchoqlab, u uyat bo'ladi endi degan gaplarni nima uchun onalar aytmaydi? Mana ajrimlarning sabablariki, bizda hayo yo'q. Biz qizlarimizga yaxshi tarbiya bera olmayapmiz. To'g'ri, bor yaxshi qizlar bor, lekin juda ham kamda.
Hamma aytadi, qiz topib bering, qayerdan topamiz endi. Ko'rib turganimizdan keyin ularni yurish turishini, muomalasini, hayotga tayyor emasligini, uni mundoq ko'rib tursangiz, ha bu tayyor uzatilishga, uni bo'yi bastiga, qomatiga qaramang. Ularda hayotga bir teran fikr bilan, nikohdek muqaddas bir narsaga chiroyli bir mas'uliyat bilan qarashligi yo'q. Masalan, mani ikkita kelinlarimni ba'zi bir ishlarida men juda ham xursand bo'lgandim. O'sha yangi kelinda ikkalovi ham. Keling bolam, ovqatga endi o'zim deb hammaga ovqat tuzib kelinganda oshxonaga kirib chaqirsam, ular qozondan ovqatni bo'shatib, o'shani osh yuqimi, mochkichiri yuqimi, u ovqat, o'sha bir-birda nomini, o'sha shundoq qozonni artib, o'sha osh suzilgan laganni ustiga qo'yib, dodajon yevorarlar. Unaqa shuni qozonni artdim yog'ini deb erkaklarga yevorishadi deb qo'yib qozonni yuvib, keyin kirib ovqatlanib o'tirishlariga hayron qolib, onasiga rahmat deyman. Demak, kelinlarimni onasi, buvisi shunaqa o'rgatishgan ekan kelinlarimga. O'sha xamirni dumaloq qilib yoyib, bir chiroyli pazandagarchiliklarni ko'rib, men bemalol o'sha mavlutimga ketsam ham bo'lar ekan, bemalol bularga oshxonamni topshirsam bo'lar ekan deganman. O'sha tortmalarga ishlatilgan o'sha qora salafanlarni chiroyli qilib taxlab qo'yib qo'yishligi yoki uylarini uy tutishligini ko'rib, voy xudoga shukr, yaxshi joydan olgan ekanman, pulim halol ekani, onalarga ming rahmat deyman. Ayniqsa shu kichkina kelinimda o'g'lim uchrashuvda aytibdilar, yaxshi bo'lsangiz bizani uyda osh yeysiz, yomon bo'lsangiz boshingizni yeb ketaverasiz desalar, shu kichkina kelinim nazokatxon aytibdilar, men avvalo yaxshi kelin bo'laman o'zimni onam uchun debdilar. Men yaxshi kelin bo'laman o'zimni otam uchun debdilar. Shuncha yil meni halol mehnat bilan boqqan ota-onamga hech qachon orqalaridan la'nat eshittirmayman. O'sha meni onamlar haliyam buvimlarni duolarini olib yuribdilar. Men ham onamga o'xshagan duoniga bir chanqoq kelin bo'laman. Xudo xolasa onamni, otamni yuzlarini yerga qaratmayman. Men avvalo yaxshi kelin bo'laman, o'zimni onam uchun, otam uchun degan gapni gapirdiganlarda o'g'lim hayron qolgan edim. Bu narsani hamma qiz ham aytolmaydi-da. Men eshitmadim, lekin shunaqa bir fikrda, shunaqa bir oldiga maqsadni qo'yib erga tegan qizni men boshqa eshitmadim. Shuning uchun qizlarimizga turmushga chiqqaniga qanaqa kelin bo'lasan, maqsading nima degan savollarni berishimiz kerak. Aziz onajonlar, singlilarim, meni qiz bola Allohning rahmati bo'ladi. O'sha uyga Allohning rahmati yog'ilyapti. Uni o'zidan chiqqan o'zi tabiiy ifor hidlari, uni chiroyli tabassumlari, uni go'zal ishlarini ko'rib biz quvonishimiz kerak. Yo'qdan bor qilib chiroyli olib kelgan dasturxonlarga olib kelganda biz ko'zimiz quvnash kerak. Yaqinda bir joyga borganimda keliniz juda ham pazanda ekanlar. Men bu tortlari juda ham o'xshabdi-ya desam, "Voy Feruza opa, bu kelinimni shunchalik qandolatchi bo'lib, shunaqa chiroyli tort qilguncha qancha tuxumlar ketdi suvga oqib, qancha kremli ketdi, qancha un ketdi, qancha narsa yonib ketdi, kuyib ketdi, daryo bo'lib narsalar uvol bo'lib oqib ketdi. Ana endi shu darajaga yetkazdim" deydilar. Mayli, shu darajaga yetibdi-yu deyman, lekin o'sha qizlarimizni uvol, isrof narsa nima bo'lishini, uvol nima, isrof nima tushuntirishimiz kerak. Qizlarimizni shunga tayyorlashimiz kerak. Agar videoni manfaatli deb bilsangiz, uni ko'pchilikka yetib borishiga va ko'pchilik manfaat olishiga o'z hissangizni qo'shish uchun like bosishni, yaqinlaringiz bilan ulashishni hamda izohda fikr qoldirishni iltimos unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog', omon bo'ling.